Ko'pchilik zo'r maslahatlar berdi. Arzon, byudjetli variantlarda. Oxiri shu gipsan kartonni to'xtami. Mayda ish ekan, lekin davom etamiz, xudo xolasa, qo'lda tushirmaymiz. Hammaga maslahat uchun rahmat. Ikki chekkasini balandligini 30 sm qilib, porta oldim gipsan karta, ikkita gipsan karta yetmay qoldi. Ikki chekkaga endi karton olib keldim. Iloji kardon qilamiz. So'f falga bilan aylanasiga aylantirib chiqaman. Tepasiga ehtiyoj bo'lsa, tepasini ham qilib chiqaman. Haqiqiy termiz bo'lib ketdi. Tepasi-yu, yoni-yu. Endi tepasiga bitta falgani yoyib olsak, tayyorda. Menimcha chiroyli chiqyapti. Hafsalar tinimsiz bo'lyapti bunga. Bu xolasa, ya'ni 95% ishimiz bitdi. Voy, вообще klass chiqdi boru. Bitta hozir lampochkalari qoldi. Brolerni olib kelish qoldi endi. Bunaqa haybatli chiqib ketadi deb o'ylamadim. Ishim ayda ekan lekin. Mana ichki holati, ochilishi, tashqi holati. Kulminatsion joyini ham qilmoqchi edim, lekin duxum yetmadi. Elektrik akamizga iltimos qilib, включатель svetiga sirli manbaga ham yo'l olib qo'ydim. Sovqat bo'lmasa kerak jo'jachalarimiz. 95% ishimiz bitdi. Qanaqadir baribir kamchilik qoldi. Tezroq navbatga turib olish kerak, o'chiritga turib olish kerak. Brolerga suv ichini olib kelamiz biz. Qanaqadir kamchilik qolgan bo'lsa, yo'l-yo'lakka buni qilib bo'ladi. Lekin har bittalaringizga alohida rahmat. Hammani maslahati bilan bitib ketdi bu. Xulosa qanaqa bo'ldi? Yangi broler boqaman deganga ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin ekan. Materiallar Reykani o'ziga zeta 1,5 million pul ketdi. To'kay, mana bu falga, samarez unga ham zeta 7-8 ming ketdi. Yaqin 2,5 million atrofida boshiga rasvot bo'lar ekan. Buni bu proyekt qilishdan maqsad o'zi shu edi. Yangi boshlayotgan nechta pul bilan boshlash mumkin? Qanday o'sha eksperiment bo'ldida, xudoga shukr hammalaringiz maslahatlaringiz bilan mana shu joyda bitirib oldik. Lekin qo'lda tushirmaslik kerak, rastrishchilik qilaman degan odam nimadandir voz kechish kerak edi. Biz ozgina puldan voz kechdik, xudoga shukr bitirib oldik. 100 ta jo'ja olib kelaman, xudo xolasa. Bir dona qolgan bo'lsa ham, o'sha bir donani qayergacha borib sotish kerakligini tagiga yetib sizlar bilan bo'lishaman. Qanaqadir kamchilik qolgan bo'lsa, yana maslahatlarda berasizlar. Asakada shu jo'ja ochiladigan joy bor ekan. Sut ichiniga navbatga turamizda. Hammalaringizga maslahat uchun rahmat, talishga uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa, mehnatga bitta like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.